HTP o'quv markazi yillar davomida Xorazmda matematika yo'nalishi bo'yicha eng yetakchi o'quv markazlaridan biri bo'lgan. Uni chiqargan kitoblari boshqa o'quv markazlar va boshqa o'qituvchilar tomonidan ishlatilgan va hozirda ishlatilib kelinyapti. Lekin texnologik o'zgarish yoshlarga albatta ta'sir qiladi. Shu sababli Omon School'da matematikani o'qitishda texnologik gamifikatsiyadan foydalaniladi. Ya'ni endi oldimizda sentyabrdan Finlandiyaning Eduten tizimi va Yaponiyaning Kumon platformalari o'quvchilar orasida joriy qilinadi. Bu qanday tizimda olib boriladi? Avvalambor bu tizimlarni O'zbekistonga, ayniqsa o'zimiz Xorazm maktablarida ko'p o'ylandik. Sababi ixtiyoriy davlat tizimini, ta'lim tizimini qaysidir bir davlatga ko'chirishda albatta xatoliklar bo'ladi, kamchiliklar bo'ladi. Sababi har bir davlatning o'quv tizimi, ya'ni milliy hisoblanadi. U shu davlatning demografiyasi, aholisining mindsetidan kelib chiqadi. Masalan, Finlandiya tizimiga e'tibor beradigan bo'lsak, Finlandiya bu bozor iqtisodiyotidan sotsiologiyaga o'tgan davlatlardan birisi. Ya'ni ular erkin, kam ish soatlari va nagruzka olmagan holatlarda bolalarni muvaffaqiyatli qilishni istaydi. Masalan, o'zingiz ham bilasiz, Finlandiya ta'lim tizimida o'quv yuklamalari günlar 4 soat. Bu tizimni bizlar kelajakda men aynan qisqa vaqt ishlab yuqori natija olib kelishligini ko'rganligim uchun aynan Finlandiyaning Eduten tizimini tanladik. Lekin biz albatta sharqiy davlatimiz va raqobatlashish hissigina bizlarni rivojlantiradi. Ta'lim tizimi bo'yicha eng raqobatli tizim bu Yaponiya ta'lim tizimi deb hisoblayman va shuning uchun biz Kumon ta'lim tizimini ham o'zimizni maktabda qo'llayapmiz. 13 yillik matematikadagi tajribamdan kelib chiqib, ikkala tizimni ham qisman tahlil etdim. Hali to'liq emas, sababi bular bo'yicha menda hali umumiy ma'lumotlar kam. Jarayonlarni o'zida to'liq ko'rib boramiz buni. Lekin shu bo'yicha menda hozirgi dastlabki ko'rikmarimga ko'ra, dastlabki kuzatuvlarimga ko'ra, Eduten bizlarda 1 va 2 sinf bolalarni matematikaga faqat qiziqishini oshirish maqsadida qo'shimcha tariqasini ishlatiladi. Ya'ni Eduten bizlardagi asosiy platforma emas. Bu faqat 1 va 2 sinf bolalarda matematika bo'lgan qiziqishni rag'batlantirish uchun ishlatiladigan bir instrument sifatida qaraladi. Lekin undan tashqari yaponlarning Kumon metodikasi ham qo'shimcha sifatida o'tiladi, lekin u 3-sinfdan boshlab o'tiladi. Sababi u haqiqiy matematika, chuqurroq matematika. Shuning uchun men aytishim mumkin, 1-2 sinflarda Eduten Finlandiyani erkin, jazosiz, qandaydir muammolarsiz o'tadigan tizimini biz Omon School'da qo'llaymiz. Lekin 3-sinfdan boshlab ko'pchilik o'quvchilarimizni matematikaga bo'lgan qiziqishini va mas'uliyatini oshirish maqsadida yaponlarning haqiqiy tizimi bo'lgan Kumonni qo'llaymiz. Ikkala tizimning ham o'ziga yarasha afzallik va minus taraflari bor. Edutenning afzalliklari bu o'yinlashtirilganligi, gamifikatsiya qilinganligi. Kumonning afzalligi esa eng oddiy misoldan boshlanib, linear algebrasi, logaritm mavzularigacha to'liq qamrab olganligi. Undan tashqari Kumonda biza har bir bola o'zining tezligida ketishi, undan tashqari mustaqillik berishini inobatga olib, aynan biz yuqori sinflarimizda Kumonni qo'shimcha dastur sifatida qo'shamiz. Omon School'da bilamiz, elit guruhlari ham mavjud, elit sinflar. Elit sinflarda Eduten ishlatiladimi, Kumonmi? Albatta Kumon ishlatiladi, sababi Kumon nisbatan murakkabroq va to'liqroq dastur Edutenga qaraganda va biz elit guruhlarni 8-sinfdan keyin ochganligimizni hisob oladigan bo'lsak, Eduten va endi faqat kichik sinflar uchun dastur sifatida qo'llanganligi uchun o'zi to'g'ri kelmaydi. Biz ko'proq Kumonni qo'shimcha ishlatamiz, lekin asosan baribir HTP o'quv markazining dasturlaridan foydalanamiz.